Ko'rmayli, charchamayapsizlarmi? Bundan oldingi qo'ygan videoyim 24 ta prosmotr yig'ibdi. Endi bu ham kulgili, ham yutuq desa ham bo'ladi. 24 ta odam ko'rganning o'zi ham juda katta nima. Men qo'ygan videoyim o'sha Yandex boykotchilar haqida edi. U boykotchilardan ham emas. Nima Yandexda ishlab yurgan taksilar ustidan izdivosiya qilayotgan taksichilar haqida edi. Lekin boykot menimcha normalniy o'tdi. Chunki foizlar o'zgarmadi-ku, chunki bu o'zgarmasligi aniq edi. Lekin koeffitsient narxlar o'zgardi. Vapros yo'q. Ana bitta bir ikkita rus blogerlar gapirib chiqibdi, ular to'ppa-to'g'ri gapiribdi, lekin boykotni katta bo'lgan foydasi hamma ko'pchilik ham bloger, jurnalist, boshqalar nima foydasi bo'lmadi. Narxlar o'sha bo'ldi. Ana ishga chiqqanlar har kungidan ham ko'p bo'ldi o'sha boykot kuni deb hamma gapiryapti. Bu degani ko'pchiligi nima deydi, ana hamma обсуждать qilyapti bu narsani. Bu degani уже ko'tarildi bu tema. Уже ana Yandexdagiligi yetib bordi menimcha. Chunki sirasi narxlar o'zgardi, koeffitsient ham narxlar ham o'zgardi. Shu boykot qilganlarning eng katta yutug'i shu. Hammani o'ziga jalb qildi bu boykot. O'xshamadi deyotganlarni ham, o'xshadi deyotganlarni ham, qarshilarni ham, protivlarni ham, bu narsaga saglasin bo'lgan odamlarni ham o'ziga qaratdi. Charchamanglar.